Mana logotipni qarang akam. Qaysi avtomobil logotipi deb o'ylaysiz? Takoy tochsilda qilib qo'yishgan ekan. Siz ham qizdirib o'tirmang. Akam sotuvimizga shunaqa ideal holatdagi bo'lib turgan Toyota Crown avtomobilini topib qo'ydim. Buni qarang, chiroyliligini 2023-yilda ishlab chiqarilgan 2.5 turbo gibrid motor bilan jihozlangan ekan. Shahar ichida yurishga juda ham udobniy, komfortli avtomobil. Ishonavering akam. Mana disklarining dizaynini aytmaysizmi? Ana Lamborghini Urus boru shunaqa qilib qo'yishgan ekan-da. Dash Spozon besiq joy do'stim. Eng asosiysi o'zi ichki saloni. Buni qarang, qop-qora kojniy salon, patologlari ham qop-qora tkань, JBL akustika. Yetmaganiga boru ikkitalik katta panoramli krisha, multimedial rul, head-up display, podogrev охлаждение сиденья. Rullari istadi kerak bo'lsa, nima navortlarni ayting akam? Besprovодной zaryadkasini aytaymi? Navortlari tiqilib yotibdi. Nima navort kerak bo'lsa, hammasi bor. Gap isboti bilan bitta ham Crown yozuvlarini ko'rsangiz bo'ladi. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham keng qilib ishlab qo'yishgan. Old-orqa klimat kontrol. Zadniy bitlarni ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Takoy Crown yozuvlari. Juda ham необычный stilliga Toyota, gap yo'q. Narxini past kommentlarda qoldirganmiz. Akam, agar avtoyingiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Shahar ichida mazza qilib yurasiz. Bu videoni srochno shunaqa ekonomichniy, baquvvat mashina qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Mazza qilib haydab yursinlar.